Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim va ko'pchilikni savotirga solayotgan bir mavzuda suhbatlashmoqchiman. Gap shundaki, aprel oyidan boshlab 1930 yildan 1965 yilgacha tugilgan pensionerlarimizni kutilmagan, ammo juda jiddiy tekshiruvlar kutmoqda. Bu ma'lumotni eshitganingizda nima bo'ldi? Menga ham tegishlimi? Pensiyam kamayib ketadimi? Kabi savollar tugilishi tabiiy. Ushbu tekshiruvlar sizning pensiya ta'minotingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men sizdan videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni, har bir tafsilotni eshitib olishingizni so'rayman. Chunki bugungi ma'lumot nafaqat sizning, balki oila a'zolaringiz, do'stlaringiz va qarindoshlaringiz uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar sizga ushbu mavzu dolzarb bo'lsa, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Xo'sh, muammoning ildizi nimada? Avvallari pensiya tizimi asosan qog'oz hujjatlariga, ya'ni mehnat daftarchalari, arxiv ma'lumotnomalari va maoshlar to'g'risidagi yozuvlarga asoslangan edi. Bu tizim o'ziga yarasha kamchiliklarga ega edi. Ko'pincha ish staji yoki maosh haqidagi ma'lumotlar turli tashkilotlarda chalkash, to'liq emas yoki umuman mavjud emas edi. Bir inson bir nechta joyda ishlagan bo'lsa, uning har bir ish joyidan ma'lumot yig'ish uzoq va mashaqqatli jarayon bo'lib, qisatolarga yo'l qo'yish ehtimoli yuqori edi. Ba'zan ish beruvchilar hisobotlarni noto'g'ri topshirgan yoki o'sha davrdagi qonunchilik talablari hozirgidan farq qilgan. Masalan, Sovet ittifoqi davrida ishlaganlik stajini hisoblash tartibi mustaqillik yillaridan keyingi davrga nisbatan boshqacha edi. Yoki ba'zi tashkilotlar tugatilib ketgan va ularning arxivlari yetarlicha saqlanmagan. Bu holatlar pensiyalarni hisoblashda ko'plab noaniqliklarni keltirib chiqargan. Natijada ba'zi pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lganidan kamroq pensiya olgan bo'lsa, boshqalari bilmagan holda ortiqcha to'lovlarni qabul qilib kelgan. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatimiz pensiya tizimini raqamlashtirish va uni yanada shaffof, adolatli qilish yo'lida katta islohotlarni amalga oshirmoqda. Yangi tizimda turli davlat organlari, soliq qo'mitasi, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, fuqarolik tamassutin tayfukikin karanna tadan allanal tilikim hallamla alla davlat illati dalolatnomalarini yozish FHDO bo'limlari kadastr agentligi kabi idoralarning ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan integratsiya qilinmoqda. Bu shuni anglatadiki, endi sizning ish stajingiz, daromadlaringiz, hatto shaxsiy ma'lumotlaringiz, familiya o'zgarishi, tugilgan sanasi avtomatik ravishda tekshirilishi mumkin. Aprel oyidan boshlanadigan yangi tekshiruvlar aynan shu raqamlashtirilgan ma'lumotlar bazalarini pensiya jamg'armasi ma'lumotlari bilan solishtirishga qaratilgan. Bu tekshiruvlarning asosiy maqsadi har bir pensionerning pensiyasi adolatli hisoblanganiga ishonch hosil qilish, qisatoliklarni bartaraf etish va kelajakda bunday noaniqliklarning oldini olish. Keling, endi eng muhim qismiga o'tamiz. Kim savotirlanishi kerak va kimga esa savotirlanishga hojat yo'q. Birinchi navbatda savotirlanishi kerak bo'lgan guruhga quyidagi toifadagi pensionerlar kiradi. Ish staji to'liq rasmiylashtirilmagan yoki unda uzilishlar bor pensionerlar. Agar sizning mehnat daftarchangizda barcha ish joylaringiz to'liq qayd etilmagan bo'lsa, ma'lum davrlarda rasmiy ish joyi bo'lmagan, lekin amalda ishlagan bo'lsangiz, masalan, dehqonchilik, savdo-sotiq bilan shug'ullangan bo'lsangiz va bu rasmiy ravishda hujjatlashtirilmagan bo'lsa, yoki ishlagan joyingizdan ma'lumotnoma olib kelishda qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsangiz, bu sizga tegishli bo'lishi mumkin. Maosh to'g'risidagi ma'lumotnomalarda noaniqliklar mavjud bo'lganlar, pensiya miqdori nafaqat ish stajiga, balki ma'lum davrdagi ish haqiga ham bog'liq. Agar siz taqdim etgan maosh to'g'risidagi ma'lumotnomalar arxivda yoki boshqa davlat idoralari bazasida mavjud bo'lgan ma'lumotlarga mos kelmasa, bu muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Tugish familiyasi, ismi, otasining ismi yoki tug'ilgan sanasida turli hujjatlarda farqlar bo'lgan pensionerlar ba'zan pasport, mehnat daftarchasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomada shaxsiy ma'lumotlarida kichik farqlar bo'lishi mumkin. Masalan, ruscha
va yo harflari bir harfini tushirib qoldirish eski hujjatlardagi qisatolar. Bunday holatlar tizimda sizni boshqa shaxs sifatida ko'rsatishi mumkin. 4. Sovet davrida boshqa respublikalarda ishlagan yoki chet elda vaqtincha ishlagan pensionerlar. Bu davrlardagi ish stajini tasdiqlash juda murakkab bo'lishi mumkin. Chunki ma'lumotlar bazalari har doim ham bir-biri bilan mos kelmaydi yoki mavjud emas. 5. Pensiya hisob kitoblarida imtiyozli staj hisoblangan, ammo hujjatlari yetarli bo'lmaganlardir. Masalan, zararli sharoitlarda ishlaganligi uchun qo'shimcha stajga ega bo'lganlar. Agar bu imtiyozli stajni tasdiqlovchi hujjatlar yetarlicha asoslanmagan bo'lsa, bu ham tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol bor, Oybuloq aya 1907 yilda tug'ilgan. U umri davomida 3 ta turli korxonada ishlagan. Birinchi ish joyidan 1907 yillar oralig'idagi maosh to'g'risidagi ma'lumotnoma pensiya jamg'armasiga topshirilganda, u korxona tugatilib, arxivi boshqa shahardagi arxivga ko'chirilgan bo'lgan. Oybuloq aya eski sariqa aylangan ma'lumotnomani taqdim etgan. Biroq yangi raqamli tizimda ushbu arxivdan ma'lumotlar yuklanganda, ma'lumotnomadagi raqamlar bilan arxivdagi ba'zi raqamlar o'rtasida kichik farq aniqlanadi. Pensiya tayinlangan vaqtda bunga e'tibor berilmagan edi. Endi esa ushbu farq tufayli tekshiruv boshlanishi va Oybuloq ayaning o'sha davrdagi pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Agar unga ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, bu mablag'larni qaytarish talab qilinishi mumkin. Ammo agar kamroq to'langan bo'lsa, farq unga to'allab beriladi. Misol, Qodir aka 1907 yilda tug'ilgan. U 1990 yillarning boshlarida bir necha yil xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullangan. O'sha paytida hujjatlashtirish jarayonlari hozirgidek aniq emasdi. Uning aytishicha, u barcha soliqlarni to'lagan va ijtimoiy ajratmalarni amalga oshirgan. Ammo bu davrdagi ish stajini tasdiqlovchi ba'zi hujjatlar, masalan, soliq to'lovlari kvitansiyalari yo'q, ko'chilayna. Yo'q, ko'kishadi yo'q. Ko'chida alolga jara ganadalana antashan. Pensiya tayinlanganda uning mehnat daftarchasidagi yozuvlar va guvohlarning ko'rsatmalari asosida bu davr ham stajga qo'shilgan edi. Endilikda yangi tizim soliq qo'mitasi va pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazalarini solishtirganda, bu davr uchun rasmiy to'lovlar mavjud emasligi aniqlansa, uning bu davrdagi staji shubhaga olinishi mumkin. Bu esa pensiyaning qayta ko'rib chiqilishiga olib kelishi mumkin. Misol, Dilfuza Opa 1980 yilda tug'ilgan. U turli yillarda familiyasini 2 marta o'zgartirgan. Birinchi marta turmushga chiqqanida, ikkinchi marta ajrashib, qizlik familiyasiga qaytganida. Uning tug'ilganlik haqida ayol haqidagi guvohnomasi, mehnat daftarchasi, nikoh va ajrim guvohnomalari kabi barcha hujjatlari tartibda, ammo ba'zi ish joylaridan olingan ma'lumotnomalarda eski familiyasi, boshqalarida esa yangi familiyasi ko'rsatilgan. Pensiya tayinlashda bu e'tiborga olingan bo'lsa da yangi avtomatlashtirilgan tizim barcha familiya o'zgarishlarini bir zanjirga bog'lay olmasligi mumkin. Natijada u bitta shaxs emas, balki bir nechta shaxs sifatida tan olinishi va ish stajining bir qismi noto'g'ri hisoblanishi ehtimoli bor. Endi esa kim xavotirlanishi shart emasligini ko'rib chiqaylik. Agar sizning pensiyangiz yaqinda qayta hisoblangan bo'lsa va barcha ma'lumotlar allaqachon raqamli bazalarga kiritilgan bo'lsa, sizning holatingizda xavotirlanishga kamroq asos bor. Shuningdek, umri davomida faqat bitta korxonada ishlagan, barcha hujjatlari to'liq va tartibda bo'lgan, hech qanday familiya o'zgarishi yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlarda chalkashliklar bo'lmagan pensionerlar uchun ham saf minimal darajada. Ammo shunga qaramay, har bir kishi o'z hujjatlarini sinchiklab ko'rib chiqishi zarur. Ikkinchi asosiy qismiga o'tamiz. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Bu yerda har bir holat alohida e'tiborni talab qiladi. Istisnolar 1. Harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining pensiyalari, ularning pensiya ta'minoti qonunchilikda alohida tartibda belgilanadi va odatda maxsus idoralar tomonidan nazorat qilinadi. Ularning staji va pensiyasi bo'yicha ma'lumotlar ham alohida bazalarda saqlanadi. Biroq ular harbiy xizmatdan oldin yoki keyin fuqarolik ishlarida ishlagan bo'lsa, bu davrlar ham umumiy tekshiruvga tushishi mumkin. Yaşçılıçını tamamı tadıp tanıtandım tanıtı enadinlandırıcılı. Ne ta kısal karo şartnamalar boyunca pensiya oluvchilar.
agar siz mustaqil davlatlar hamdo'stligi MDH mamlakatlari yoki O'zbekistonning pensiya ta'minoti bo'yicha shartnomalari bo'lgan boshqa davlatlarda ishlagan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz ushbu shartnomalar asosida hisoblanadi. Bu holatda sizning chet eldagi stajingizni tasdiqlash uchun salqaro tartiblar qo'llaniladi. Yangi tekshiruvlar bu holatda ham faqat O'zbekiston hududidagi staj bo'yicha ma'lumotlarning aniqligini tekshirishi mumkin. Bolalar lalika maftan nogiron bo'lgan bolalarning onasi kabi maxsus toifalar chiqadi. Ba'zi toifadagi fuqarolarga pensiya ta'minoti bo'yicha maxsus imtiyozlar beriladi. Masalan, bolalikdan nogiron bo'lgan bolaning onasi 6 yoshgacha bolani tarbiyalagan, kamida 6 yil ish stajiga ega bo'lgan ayollar. Bunday hollarda ish stajiga qo'shimcha ravishda boshqa shartlar, masalan, bola to'g'risidagi hujjatlar ham tekshirilishi mumkin. Tuzoqlar va nuanslar vatan o'zaktining og'zaki va'dalarga ishonish uchun vaqtitsini pensiya masalalari juda nozik. Hech qachon sizga og'zaki berilgan ma'lumotlarga to'liq ishonib qolmang. Har doim pensiya jamg'armasi xodimlaridan barcha tushuntirishlarni yozma ravishda berishlarini talab qiling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini oladi. Idu hujjatlardagi arzimas farqlarni e'tiborsiz qoldirish. Yuqorida aytib o'tganimdek, familiyangizda, ismingizda, tug'ilgan sanangizda hatto bitta harfdagi farq ham raqam, paqam, tizimda katta muammoga aylanishi mumkin. Masalan, Abduxoliq va Abduxoliq yoki Saida va Saida kabi yozuvlar tizim uchun ikki xil shaxsni anglatishi mumkin. Hujjatlaringizni sinchiklab tekshiring va agar farq bo'lsa, uni oldindan bartaraf etish choralarini ko'ring. Tin. To'chamli tali tan taqchita dili tanna pand ish staji va mehnat staji tushunchalari o'rtasidagi farq. Sangava kakuteriman nawa karana tanina sam danda pandi yachira hamaysha staji ham pensiya hisoblashda inobatga olinadigan mehnat staji bo'lavermaydi. Masalan, oli o'quv yurtida o'qigan davr, harbiy xizmat davri, bola parvarishlash ta'tilidagi davrlar o'ziga xusus tartibda hisoblanadi. Ba'zi davrlar uchun sizdan ma'lum to'lovlar amalga oshirilgan bo'lishi kerak. Bu nuanslarni yaxshi bilish va hujjatlar bilan tasdiqlash muhim. Maoshni inflyatsiya va koeffitsiyentlar bilan hisoblash. Pensiya hisoblashda nafaqat ish staji, balki ish haqi ham muhim. Ammo eski yillardagi ish haqini hozirgi qiymatga keltirishda maxsus koeffitsiyentlar qo'llaniladi. Agar sizning maosh ma'lumotnomangizda qandaydir shato bo'lsa, bu butun pensiya hisob kitobiga ta'sir qilishi mumkin. Pensiya jamg'armasi bu koeffitsiyentlarni to'g'ri qo'llaganiga ishonch hosil qiling. 5 yil pensiya hisoblashning turli metodologiyalari. Yillar davomida pensiya hisoblash metodologiyasi bir necha bor o'zgargan. Sizning pensiyangiz qaysi metodologiya bo'yicha hisoblanganini bilish va uning to'g'riligini tushunish juda muhim. Yangi tekshiruvlar pensiya hisoblashdagi eski xatolarni aniqlashi mumkin. Keling, endi eng amaliy qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qo'rquvga tushmang. Vaziyatni nazorat ostiga olish uchun aniq qadamlar mavjud. Barcha hujjatlaringizni to'plang va tartibga keltiring. Bu birinchi va eng muhim qadam. Sizga kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxati quyidagicha. Bu pasport, asl nusxasi va nusxasi, familiya ism, otasining ismi, tug'ilgan sanasi va joyi aniq yozilganligiga e'tibor bering. Mehnat daftarchasi, asl nusxasi va barcha sahifalarning nusxasi, undagi barcha yozuvlar aniq va o'qiladigan bo'lishi shart. Har bir ish joyi va muddati to'g'ri yozilganligini tekshiring. Agar daftarchada biror joyda uzilish bo'lsa, o'sha davr uchun nima uchun ishlanmagani? Masalan, bola parvarishlash, ta'tili, o'qish haqida ma'lumotni tayyorlang. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, asl nusxasi va nusxasi. Agar pasportingiz va tug'ilganlik guvohnomangizdagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasa, bu muammoning ildizi bo'lishi mumkin. Nikoh guvohnomasi agar familiya o'zgargan bo'lsa, asl nusxasi va nusxasi agar bir necha marta familiya o'zgargan bo'lsa, barcha nikoh va ajrim guvohnomalarini to'plang
Bu sizning shaxsingizni bir hujjatdan boshqasiga o'tkazishda muhim hisoblanadi. Oliy ma'lumot to'g'risidagi diplom agar mavjud bo'lsa, asl nussasi va nussasi o'qish davri ham ba'zan stajga qo'shiladi. Muhokama ta'kidotlar mamadan jazim praktik ta'lim. Dalar harbiy bilet erkaklar uchun asl nussasi va nussasi harbiy xizmat davri ham stajga kiradi. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar pensiya tayinlanganda taqdim etilgan barcha ish haqi ma'lumotnomalaringizni toping. Agar yo'q bo'lsa pensiya jamg'armasidan avvalgi ma'lumotnomalar nussalarini so'rashingiz mumkin. Boshqa hujjatlar. Nogironlik guvohnomasi, faksri unvonlar, maxsus sharoitlarda ishlaganlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, zararli sharoitda ishlash, shifokorlar uchun muddatdan oldin pensiya va hokazolat. O'tazdo pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Barcha hujjatlaringizni to'plaganingizdan so'ng yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga shaxsan murojaat qiling. U yerda sizga o'zingizning pensiya ishingizni ko'rib chiqishda yordam berishlari kerak. Nima deb so'rash kerak? Pensiya jamg'armasi xodimlaridan sizning pensiya ishingiz bo'yicha barcha ma'lumotlarni shu jumladan o'zingizning hisob kitob jadvalini va ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni so'rang. Ulardan yangi tekshiruvlar doirasida sizning ishingiz qanday holatda ekanligini aniqlashni so'rang. Ulardan har qanday ma'lumotni yozma ravishda taqdim etishlarini talab qiling. Arizani qanday yozish kerak jetdi. Agar sizda biror narsa aniq emasdek tuyulsa yoki siz pensiya hisob kitobida satobor deb hisoblasangiz, yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizangizda quyidagilarni ko'rsating: afish va tugilgan sanangiz, pasport ma'lumotlaringiz. Murojaat sababini aniq bayon qiling. Masalan, yangi tekshiruvlar munosabati bilan pensiya hisob kitobimning to'g'riligini tekshirishni so'rayman yoki 1980 yillar oraligidagi ish stajim bo'yicha ma'lumotlarning chunki mening hujjatlarimda ushbu davr to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Qo'shimcha hujjatlaringiz ro'yxatini ilova qilingan murojaatingizga yozma javob berishlarini so'rang. Telefon orqali maslahat. Agar shaxsan borishga imkoniyatingiz bo'lmasa, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga murojaat qiling. Ammo esda tuting, telefon orqali olingan ma'lumotlar yozma javob kabi yuridik kuchga ega emas. Tez, hushyor bo'ling va tushuntirishlarni talab qiling. Agar sizga pensiyangiz kamaytirilib yoki ortiqcha to'lovni qaytarishingiz kerakligi haqida xabar kelib tursa, shoshilinch xulosa chiqarmang. Pensiya jamg'armasidan bu qarorning barcha asoslarini batafsil yozma ravishda tushuntirishlarini talab qiling. Qaysi hujjatlar, qaysi davrlar, qaysi miqdorlar noto'g'ri hisoblanganini aniq bilib oling. Agar siz tushuntirishlardan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Aziz do'stlar, bugungi ma'lumot pensiya yoshidagi har bir inson uchun, xususan 1930 yildan 1960 yilgacha tug'ilganlar uchun juda muhim ekanligini yana bir bor ta'kidlayman. Bu tekshiruvlar sizni asossiz ravishda pensiyadan mahrum qilish uchun emas, balki tizimdagi barcha satoliklarni bartaraf etish va pensiya hisob kitoblarini mutlaqo adolatli qilish uchun amalga oshirilmoqda. Bu jarayon tufayli sizning pensiyangiz hatto oshishi ham mumkin. Shuning uchun vaziyatni kuzatib boring, faol bo'ling va barcha hujjatlaringizni tartibda saqlang. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu yangi tekshiruvlar haqida qanday fikrdasiz? Sizda qanday savollar bor? Izohlarda o'z fikrlaringizni va savollaringizni yozib qoldiring. Videomizni foydali bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yana ko'plab muhim va foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishda katta motivatsiya beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.